Bir yarım kilo zeyt ekan taniki. Qaysi? Kiloga. Ha, kilogramga sal ko'proq. Bir yarım kiloga Nechta bo'lsa oniki? 1000 kilo. Uyada. Mana baliqchamiz tayyor bo'ldi. Kelinglar baliqqa. Assalomu alaykum hammaga. Bugun yana ovga chiqqanmiz. Ertalab soat 5. Qarmoqlarni tayyorlash va tashish jarayoni. Montajlarni to'g'rilab, qarmoqlarni tashlaymiz. Mana makuxani taqilish jarayoni. Mana guruz yuradi bu. Скользящий груз. Qimillab turadi поводок. Поводок shunday taqiladi, yechilish oson. Rezinka. Atsak bu? İstiklal. Qani? Qo'shdi. Ya boku. O'tirdik mana. Qani o'g'an? Bismillah. Shumi oxirgi qarmoqlaring boshqa yo'q? Musor rosa ko'payas. Ruxsonni qotib turgan ekanda. Ha. Balki bo'shatuvdim. Ket. Hozirlab posta orqaga qo'y. Ha, yaxshi. Birinchi paklovkamiz. 1 kiloga yaqin bo'lsa. Armon tortyapti. Bu jangillasa. Asxani qarmoqimni tuyulibman. Mana kelayotganda eshitilgan-da. Ha, mayli. Makuxni chiqib ketgan. Rezinkasi turibdi. Cheka. Mayli. Kakashka ekan. Kitchen.
Ichiga qo'y. Issiq. Janjal qilganga qaraganda Katta tuyuladi. harbiy bo'ladi ularni. Har 208 grammladi. Ancha bo'lgan ekanda tushgan ekan, rezinkalarni chiqarib tashladi. Qara. Tepaga chiqarib tashlabdi qo'shni. Joni borchi? Endi boshlanyapti-da. Oh, Endi yomon emas. Birinchi pochi, 3-iyunda birinchi sazan. To'xtat. Rafiy o'linish arafasida. Rais, hayajon bu? Yo'q, hayajon yo'q. Hayajon o'lib ketgan. Ammo pultyonka 20 metr nariroqqa tortganda ham hayajon bo'lmaydimi? Trafiy. Navbatdagi trafiy. Narilarni tortyapti. Narilarini ham 3 qimillayapti. Maydaroq bo'lganda. Bunaqa bukmayapti-yu, bunday tinka qilib teginyapti. Makofa yutgan. Bunaqa katta emas bu. Ana sudrapti-ku, ana gruzin. Yengil gruz emas-ku. 1 kilodan kami sudralmaydi, san gruzin. Shulaym patsakdi-yu. Yo'q. Hamma qo'q videoga ham ko'ring. Suv ko'payadi ancha bildi. Patsak o'qib ketadi. Shular turaman, o'qilur. Uyga kirgandan ko'taraman. Ana shunda. Birini qo'y, birini tortayotibdi-ku. Tortka? Million bo'ladi. Sizlar dastlabida kanalda baliq bo'lan men. Maydaroq hozir yarim kilo. Ya. Nomi pakilovka. Uyada. Ikkinchi sarqama ketdi. Ikkita bo'ldi yonma-yon. Mana ikki o'n qo'ydi. Unisini ham ko'r. Unisini ham chiqibdi shunday qimillattiradi. Ikkinchisi bor. Sarqama ketdi yonma-yon. Uchinchisini buradi, uchinchisini so'tayapti. Uchinchi qarmog'imizni ham bitta ko'zdan kechiramiz, xudo xolasa. Arqamagidan tushyapti. Belgi bergan esan. Bir ishlar beraman.
Bundan oldin qarmog'ing bormi? Birinchi bo'ldi. Qo'ramidi o'sha? Bilaman, muxollar qo'ydi. Patichkalarga. Bunaqa ko'ngilsiz qo'ysalar ham o'tiradi arzon bo'ladi. Yo'q, yomg'ir yog'arish arafasida turibdi. Baliqqa kelganmiz. Faqat shu pagoda bo'lib faqat trafiklar chiqavermaydi. Shamol boshlandi mana. Palatkalar yiqitib tashlagan. Tragediya bo'ladi. Shunaqa shamolda ham baliq tushyapti mana. Ha, mayda ekan. Ana patsakka. Tota. Arkasida yuribdi patsak deb. Chiqib ketdimi? Nariyoqqa tortdi. Nari bitdi. Ha, endi chiqdi qamishda. Mana patsak ustiga o'kka demoqchiman ha endi. Yo'qmi? Albatta. Ha, bular normal. Shamolda tushmaydi, yomg'irda tushmaydi. Avto beramansa do'l yog'sa ham tushaveradi. Shunaqa tushdi. Shamolda ham yomg'ir yog'sa ham tushaverar ekan. Ha, ma'qulxona siqilmay qolyapti. Ha, mashinalashgan ekan. Sitkasini almashtirib tashlashimiz kerak ekan. Patsak ilashaver jo'ngatiga. Ha, bular. Yomon emas. Lavchalarni yirtibdilar, sal kechikkanimizda surar ekanlar. 5-6 ta bo'lgan shunaqa. Ha. 5-inchisi yo'q. Kattalar tushmayapti qandaydir. 5 ta bakilovka bo'ldi, soat 4 bo'ldim. O'shandan qo'yib yuboraver. Ertangi kunga qo'ysa nahi. Ertalabga ishlatamiz. Havo bulut. Bakilovka bo'ldi, bakilovka. Ana qimillabdi. Oh. Qo'tkazapti. Boyaga o'xshab bir vaqt bida chiqmasa o'l. Ya baliq. Oh. Normal tortdi. Bitta o'tgan mana normal.
Mana ancha turibdi. Uchini siltabdi-ku. Kun bo'yi kutgan sazani shu-yu. Nima edi, tushlaringga kirayotganmi? Tushlaringga kirayotgan ya, kattamansiz. Jingir qildi. Har qalay yo'q, shamolla eshitilmaydi-ku. Ya, Ancha tortdingizka. normalni. Bo'yiga sazalarni joni borga o'xshab. Shuni ushlab tursam, ichiga tiqasam o'zi? Ha. Sal pastroq qilish. Ular? Yo'q, bilmayman. Ana husni jamolini ko'rsatsinlar-chi. Ko'rsatadi. Qo'rqma jonivor, menman, akang. Kun bo'yi kutganingga yarasha xudo olasa. Umid qoldirmaydi menga. Friksioni normalmi qo'tirib o'rmagansan juda? Asta. Hali ko'rinish berganlari yo'q. Normal edi. Iloshni. Uyada. Qamishga tegdi. Almaniyaga yedana kattami? Trafe dikkan joyi keldi-yu endi. Bugungi kunimizda anasi ukasi. Qala ko'lchikcha pastga qarab qo'yganiga maza qilaman-da. Tushgan bo'ladi. Ayko qilishing keladi. Tepaga chiqib ola. Qo'linaga o'zing likropka qilib olib kelaversan. Patsak to'lliga. Yo'q, hali men joni bor, charchamas. Charchadi bemalol. Nima deysiz? Zo'r. O'z chiqqandan keyin bilamiz, nima deysiz? Trafe deymizmi, kakashka? Trafe. Qamishlar xalas bilmaylar. Kadrga. Bemalol olib. Bular yaxshi. Olasan o'zi? Uyada. Uyada. Молодец. Trafe. Yaxshi. Ishlamagan joylar ishlab ketdi-ku. Bir kasak keldi-yu. Kasak keldi. Oqon endi kattalashyapti, qara. Hobe mayda shuyday. Ma'qugacha balchiqqa o'tdi-da. Chiqib ketdim. Qara, taqdir qilgani shu ekanda, kurchokdan chiqib ketdi. Nechinchisi bir 6 tala bo'ldi-yu. Manda o'zi 6 ta bo'ldi-da.
To'y bilan yettita bu. Hobi bilan hali yana tushgan bo'lishi mumkin, hozir ko'ramiz. Askar chala turibdi-ku, mana kallasini ko'tarib bar. Yonboshdan to'g'ridan. Ya sazallar arg'ilib bitgan. Ingichka yuribdi sazal. Kechga tomon jo'llanib ketdi sazallar bar. Davchasidan oshnobdi-da. Zichasan deb so'nsin. Montajda guruz Hazırlaşıpsan böyle. o'ziga ham tushaverar ekan. Ama bizim Markoha ham shularsa bular aka. Markoha deysizlar faqat. Litskani tortib tashlabdi mana. Ikki kun bo'targa ikkita pokilovka bo'ldi. Mana ikkinchisini chiqaramiz hozir xudo xolasa. Menimcha 1 kilo ziyodroq atrofida bo'lsa kerak. Qani oling qani kameraga. Okkulur chiqqan bor. Ha, kilogram deb o'rov. Normal. Okkulur. Taqqa. Noqagan payti. Ben pastga tushaman aka. Cha. Bir qo'ling bilan yig'lasan. O'lyaptimi yo qorong'ida o'lyaptimi? Ya, cho'tki. Qarmoqchi endi tumshuqchasi qimillagani qiziqda. Fruksionchamni shirillab to'rtekan jo'chalari qiziqda. Oh. Zaten işittirdik bir daha şu. Ha, jo'ni bu. Ulan patsakti. Zavrasini bo'ldi oxir ketdi. Bu yoqqa kel, qay ketasan. Nasa tulkonkan picha chiqardi qo'ling bilan. Yurishni friksion. Hech bo'lganda qay ketasan, yoqqa kel. Tikroq tepaga. Kallasini tepaga ko'tarib. Uyada. Endi o'taman. Shutta bo'ldi da, qanaqa standartda bo'ldi. Qanday bir 5-6 ta bor, ha? Ya, 3 ta, 2 tami bu. Almaniya.
bittasi chappa bo'lar. Abidjanisi. Hamma odam bir tekshirsa keyin. To'q qo'lingan. Bittasi. Baliqlar ham abidda o'tganlar. Sho'xona taom. Jikka. Paxta paytlari esimga tushib turadi. Mana shuni abidchalar qilib o'tiramiz-ku. Paxtada ham hatta paxtada quyoshda o'tiradi edi. Stos. Sada zo'r ketadi. Yaxdek bo'lajak. Haladan kerak emas deysan. Haladan jonda huzur-ku. Ko'rdingmi? O'zi hali ham turibdi. Agar bitta ikkita chimligingiz bo'lsa, bitta kechgacha ham turadi-da. Ana shu qotgandan bu berib yuboraymi? Endi o'da bir. Yangi mehmon keldi biz davramizga. Anami? Acha. Tat. Tez. Ana. Yig'im, terim. O'tkitmagan bunlarni bo'ldi. Bilmasam, ancha shularga. Biz turamiz-a, hormonni ko'tarsiz. Nima bunisi deylar? Akulam. Shumi? Ancha shular varsiz-ku, yo bo'lmi yana? Ha, maytda bo'ladi bari. Ya. 1 kilo qolgan. Ular turaversin keyin. Satrubkami? Ha. Ikkinchi sadaf bu. Ha. Turaversin keyin qolganlarni o'laydi, yana bitta sadaf bu. Trafik. Qani bular olib chiqaylik tashqariga. Ana. Opshina bizda. Ana shu bir chekkasidan qaytamiz. Ha? Ko'rinadimi? 8 kilo. Shunaqasiga soyaga ko'rinmay chiqishdi. Ana. Ha, shunday. 8 kilo 500 ming. Hamini tortqan. Tagidan almasini tortmay. Ikkita. Endi tagi bilan shu o'rtada bittaliga.
kilo 8. 7 kilo 8. Birinchi so'z. Ha. Kilogram. 2 kilo. 300. 9 kilo hava. 10 kiloga yaqin ekan. 10 kilo bo'libdi-da. Har tuk hamın sadaqti. Ana, shilla. Ichida eng kattasi qaysi mana shu? Bo'la qolgan to'kmay qo'yadi. Shu eng kattasi ekan, shu 4 qani 2 kilo ekan. Mannadan to'xtaman. Yaprak kesilib gitmasin. İşte zaten. Ya 2 kilo. 2 kilo ekan. Büyük de. Ha, yeterli kilo. İşte zaten. O solar. Akulalar. Bir yarım kilo büyük ekan kanka. Qaysi? Kiloga. Ha, kilogramga sal ko'proq oldi. Bir yarım kiloga İşte bu sonraki. 10 kilo. İkisi. Ha, unta ziyot ekan manda ya. Qanday bir unta ziyot bor ha? Hayda shu yerlarni qilib qo'ygan. Kechaga chiqarma qaysini oldi? Kechaga chiqarib qatga chiqarmadik. Mana da o'sha. Nima? Ha, mana uni chiqardik. Shuni chiqar deydi. Nari. Sapaloq tuyulib ketayotdi. Nari katta ekanda u. O'shani chiqardik kecha. Shu natija bo'ldi. Bir tamamını ko'raylik uni. Jazillatamiz o'zi, jazillatamiz. Mazza qilib buni yeysang. Joyida ketadi baribir. O'ychan qo'ydik mana. Jazillatamiz. Bunisi sanki qanday qilamiz. Naqasiga Davosini qaraman, davosini. Mana baliqchamiz tayyor bo'ldi. Kelinglar baliqqa. tabiat qo'ynida. Joyida ish bor boshqachada. Ma'lumotda ko'ramiz tag'ida. Qani ko'ringlar nima deydi. Oh, hadidan. Bismillah. Dar. Kelinglar baqqa. Ajoyib. Gapirish mumkin emas.